Assalomu alaykum. Bugun papillomavirus, ya'ni so'gallar to'g'risida gaplashamiz. Kuzatib boring. Men shifokor Mirlaziz Abdullayev, dermatovenerologiya ilmiy-amaliy tekshiruv markazida lazer terapiya bo'yicha shifokor bo'lib ishlayman. Papillomavirus bu xalq tilida so'gal, ya'ni papilloma virusi keltirib chiqaradigan toshma kasallik hisoblanadi. Papillomavirus dunyo bo'yicha 120 dan ortiq turi bor. Ulardan onkologiya chaqirish ehtimoli bo'lgan turi bor. Bu, ya'ni ayollarimizda ko'pincha bachadon bo'yni rakini keltirib chiqaradi. Eng xavfli turlari mana shu bo'ladi. Buni tekshirish kerak va albatta davo muolaja olib borish kerak va shifokor nazoratida, kuzatuvida bo'lib turish kerak. Nima uchun? Nimagaki saratonni oldini olish uchun. Saraton kasalligi boshlangandan keyin buni oldini olish, tuzatish o'zingiz bilasiz, juda qiyin bo'ladi. Qisqacha sizlar bilan hozir papillomavirus to'g'risida gaplashamiz. Papillomavirus bu aytib o'tganimdek papilloma oilasiga kiradigan viruslar qatoriga kiradi. Bularni onkologiya chaqirishi mumkin bo'lgan va onkologiya chaqirmaydigan turlari bor. Papillomavirus odam organizmiga tushgandan keyin ma'lum bir vaqt, ya'ni immun tizimingizni holati, ya'ni organizmga qarshi kurashish holatiga qarab 1 oydan 1 yil, 5 yil, 10 yilgacha sizda hech qanaqa toshma bermasdan bezovta qilmasligi mumkin. Lekin bu virus siz organizmingizda bo'ladi. Bu virus odam organizmida bosh sohasida, yuz sohasida, bo'yin sohasida xohlagan joyda chiqishi mumkin, u turiga qarab chiqadi. Endi asosan bizda xavfli bo'lgan, ya'ni juda ko'p bemorlarimiz murojaat qilib keladigan virus turlari bu jinsiy a'zodagi, jinsiy sohalardagi chiqadigan papilloma virus hisoblanadi. Bu virus qachonki toshma toshgandan keyingina bemorlarimiz murojaat qilishadi. Ko'pincha ayollarimiz, ya'ni homilador bo'lgandan keyin, turmush qurgandan keyin immun tizimida disbalans holat kuzatilgandan keyin, ya'ni xalq tilida aytganda immunitet pasaygandan keyingina bu toshmalar chiqishni boshlaydi va shifokorga murojaat qilishadi. Ana undan keyin homiladorlik paytida davo muolajasi olib borishga sal qiynaladi, chunki hamma dori-darmon ham homiladorlikni birinchi 3 oyligida berish bu homila uchun zararli. Nima qilishimiz kerak? Bunda homiladan oldin, ya'ni turmush qurishdan oldin, ya'ni to'ydan oldin tekshiruvdan o'tgan ma'qul. Buni oldini olish ham yana ham osonroq va sifatliroq bo'ladi. Endi ayollarimiz murojaat qilib kelgandan keyin ginekologlarga, venerologlarga murojaat qilishgandan keyin turmush o'rtog'ini ham biz tekshiruvdan o'tishga taklif qilganimizdan keyin hurmatli erkaklarimizni men soppa-sog'man, men bormayman deb murojaat qilishmaydi. Yo'q. Bu asosan er-xotin o'rtasida yuradigan virus hisoblanadi. O'shaning uchun albatta ayolinglar davo muolaja olgandan keyin sizlar ham tekshiruvdan o'tishinglar shart va profilaktik davo muolajani olib borishinglar kerak bo'ladi. Nimaga? Ayolinglar lecheni olib, davolanib, tuzalib, toshmalardan xolos bo'lgandan keyin yana siz yuqtirish ehtimolingiz bo'ladi. Bu ham ayolingiz uchun, ham homila uchun xavotirli bo'lgan virus. Endi yuqorida aytib o'tganimizdek onkologiya chaqirishi mumkin. Buni oldini olish uchun faqat tekshiruv, faqat ko'rikdan o'tib turilishi kerak bo'ladi. Bizning markazimizda bu tekshiruvlar hamma papillomavirusga tegishli bo'lgan hamma tekshiruvlar mavjud. Yuqori sifat darajada tekshiruvlardan olib boriladi. Davo muolajasiga keladigan bo'lsak, lazer destruksiya muolajalarini, tekshiruv usulida kolposkopiya muolajalarini bemalol o'tkaza olamiz. Xalqimizga shu kungacha yordam berib kelyapmiz. Bundan keyin ham yordam berish tarafdorimiz. Faqat o'z vaqtida kelib tekshiruvlardan o'tib bizga murojaat qilsanglar, kasallik yashirgan sari ismasi oshkor qiladi deydi va uni oldini olish qiyin bo'ladi. Shuning uchun xalqimizga murojaatimizni iltimos imkon qadar to'ydan oldin tekshiruvlardan ham o'tish kerak va agardaki toshma bo'ladigan bo'lsa, turmush o'rtog'i va er-xotin birgalikda tekshiruvlardan o'tib, davo muolajasini olish kerak bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling.